Shu kitobni o'qimagunimcha tanamdagi kasalliklarga dushman sifatida menga begona narsadek qarardim. Bu kitob meni butunlay qarashlarimni o'zgartirdi va hattoki kasalliklarimga ham davo bo'la boshladi. Kasallik bu tanamizni bizga berayotgan signalidir va biz aynan mana shu tanamiz berayotgan signalga ko'proq ahamiyat qaratishimiz kerak va har bir inson o'z dardlarini o'zi davolay oladigan shifokor bo'lib, u o'z-o'zini tuzata olish xususiyatiga ega ekanligini mana shu kitob orqali men tushunib yetdim. Bu kitobning nomi Dardingni sev. Men birinchi marta bu kitobni eshitganimda bu faqat kasalliklar haqida, ilmiy terminlar haqida deb o'ylaganman, lekin o'qib chiqqanimdan keyin bu umuman insonning hayotini o'zgartirishga bo'lgan birinchi nuqta ekanligini angladim. Dardingni sev kitobi anchadan beri meni qiynab keladigan, biz bu dunyoga nima uchun kelganmiz, nega inson kasalliklar bilan sinaladi, kasalliklar o'zi qayerda paydo bo'ladi, nega meditsina rivojlanib ketsa ham kasalliklar kamaymayapti kabi savollarga javob oldim. Dardingni sev kitobi mashhur rus amaliyotchisi, psixoterapevt, psixolog Valeriy Snelikov tomonidan yozilgan. Bu kitobda kasallikning paydo bo'lishidan tortib qanday davo topishigacha bo'lgan bosqichlar aniq va sodda tilda tushuntirilgan. Muallifning bemorlar bilan bo'lgan suhbatlari tushuntirilayotgan mavzu uchun yaqqol misol bo'la olgan. Siz ham bu kitobni o'qib chiqing va o'zingizni dardlaringiz bilan qabul qiling.